xohlagan mazhabda yurishimiz to'g'rimi? Jamiyatda shunaqa savollar ko'pki, bugun bizga mazhab kerakmi o'zi? Abu Hanifaga ergashish asoslimi? Ro'za paytida og'ziga pasha kirib ketdi. Yutib yubordi, nima bo'ladi? Mazhabga murojaat qilaman. Aslida muammo bir mazhabga ergashishdami? Qur'on va sunnatdan hukm olishga kim haqli? Qur'onda hamma savolga javob bormi? Qur'onda topolmasang-chi, hadisda topolmasang-chi, demak yo'q bo'lishi mumkin ekanmi? Dalilsiz ergashish joizmi? Maqsadingiz haqni topish bo'lsin. Mazhab boshliqlariga, ulamolarga ta'na qilmasin. Rahmat ustoz. Bugun anglamasak, ertaga kech bo'ladi. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugungi kunda xalqimiz asrlar davomida amal qilib kelayotgan Hanafiy mazhabiga bilib bilmay tuhmat toshlarini otayotgan, mazhabga ergashuvchilarni Qur'on va sunnatga emas, balkim ko'r-ko'rona bir shaxsga ergashishda ayblayotgan holatlar kuzatilib turibdi. Azizlar, bugungi suhbatimizda nega biz bir mazhabboshining gapiga ergashishimiz kerak? Nega dinimizning hukmlarini Qur'on va sunnatdan to'g'ri chiqaravermaymiz? Nega payg'ambarimiz alayhissalomga emas, Abu Hanifaga ergashishimiz kerak degan turli xil shubha gumonli savollarga barham beradigan asosli ilmiy javoblardan bahramand bo'lamiz. Bugungi suhbatimizga Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom instituti aqoid va fiqhiy fanlar kafedrasi katta o'qituvchisi, islom moliyasi bo'yicha yetakchi mutaxassis, bir necha yillardan buyon diniy ta'lim tizimida talabalarga dars berishda samarali mehnat qilib kelayotgan ustoz Yahyo domla Razzoqovni taklif qilganmiz. Xush kelibsiz domla. Rahmat. Domla, bugungi suhbatimizni mazhab o'zi nima degan savolga javob berish bilan boshlasak. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Avvalo ko'rsatuvga taklif qilganinglar uchun rahmat. Bizga ishonib muhim mavzuni topshirganinglarga xursand bo'ldik. Haqiqatda o'z mazhab nima o'zi? Dindan bir bo'lakmi yoki keyin o'ylab topilganmi? Mazhab degani zahaba so'zidan olingan, o'zbek tilida ketish degan, borish degan ma'noni bildiradi, yurish yoki shunaqa ma'nolarni bildiradi. Mazhab degan so'z. Demak, bu bir yo'l degani, ya'ni bir yo'nalish degani. Hozirgi kunda islom ulamolari mazhablarni madrasalar deb talqin qilishadi. Oyat hadis, ya'ni islom shariatini asli bo'lgan, islom dinining asli bo'lgan oyat va hadislardan hukmlarni olib, ularning ma'nolarini olib, umumiylashtirib, ma'lum qoidalar, qonunlar asosida insonlarga amal qilishga yaroqli qilib, osonlashtirib berilgan yo'llar, madrasalar hisoblanadi. Va bu madrasalar o'zlarini kuchli, zabardast ulamolariga, o'shani o'rganadigan katta-katta olimlariga ega bo'lgan qadimdan va u hozirgacha davom etib ketadi. Ya'ni har bir mazhabning o'zining ulamolari, himoyachilari, davomchilari bor. Oddiy xalq tilida tushunadigan, tilda aytadigan bo'lsak, masalan, oyat hadisni insonlar tushunib osonroq amal qilishga bir o'girib berish, tartiblab va nizomlab mavzularga bo'lib berilgan bir yo'l, madrasa desak bo'ladi. Masalan, Hanafiy mazhabida mana bu farz desa, u Hanafiy mazhabi uni farz qilgani yo'q. Balki oyatda farzligini Hanafiy mazhabi bayon qilgan. Yoki Shofiy mazhabida harom desa, Shofiy mazhabi ulamolari o'zidan kelib chiqib uni harom qilayotgani yo'q. Balki oyat hadislarda harom degan so'zni ko'chirayotgan bo'ladi. Yoki Molikiylar, Hanbaliylar ham xuddi shunday. Rahmat domla. Mazhab nima ekanligiga oydinlik kiritib oldik. Endi fiqhiy mazhablarning paydo bo'lish tarixi haqida gaplashsak. Mazhablar juda ham ko'p bo'lgan. Payg'ambar alayhisolatu vassalomni hayotlik paytlarida sahobiylar o'rtasida ixtiloflar chiqqan va ixtiloflar borasida u zotning huzurlariga borishardi va masala hal bo'lardi. Bir narsani tushunishimiz kerak. Aslida hukm Alloh taoloning haqqi. Biror bir narsa borasida haq, botil hukm chiqarish Allohning haqqi.
Payg'ambar alayhissalotu vassalom Alloh taoloning huzuridagi haqni bayon qilishga muvakkal qilingan rasul sifatida yuborilgan elchi sifatida Alloh taoloning rasuli, ya'ni elchisi. insonlarni tilida gapiradigan u kishi, insonlarni holatini, vaziyatini tushunadigan bir insonlarning o'zidan bo'lgan, oralaridan bo'lgan bir eng komil, mukammal bir axloq va ilm, diyonat, farosat jihatidan ham, ya'ni aql, idrok va jismoniy jihatdan ham eng yetugi bo'lganlar va u kishini Alloh subhanahu va taolo o'zi rioya qilib, tug'ilgandan to shu 40 yoshga yetgunicha Alloh taolo o'zi rioya qilgan va mana shu payg'ambarlikka tayyorlagan, tarix ham toza inson bo'lganlar va vahiy yuborgan va mana shu omonatni Alloh subhanahu va taolo u kishiga topshirgan. Endi o'sha payg'ambar alayhisolatu vassalom paytlarida sahobalar ixtilof qilsa, demak u kishi Allohning nazdidagi haqiqatni bayon qilardilar. Bunga shak yo'q. U kishi gapirgan gap Allohning huzuridagi haqiqat. Bunga hech kim shak qilmaydi. Endi u kishi vafot qilganlardan keyin ham masalalar qolgan, ilojsiz. Sahobiylar davrida nizolar chiqadigan bo'lsa, endi Rasulullohga murojaat qilish iloji yo'q. O'z-o'zidan endi kimga murojaat qilinadi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlarida ko'p yurgan, u kishining huzurlarida u kishi ilmini iqror qilgan sahobiylarga murojaat qilinadi. Ular endi tabiiyki Allohning huzuridan to'g'ridan-to'g'ri vahiy bilan qo'llab-quvvatlanmaydi. Endi ular to'xtagan, endi yangilanishi, ko'payishi imkoniyati yo'q bo'lgan vahiy va sunnatga murojaat qilishdan boshqa chora yo'q. U to'xtagan. Endi uni o'z-o'zidan sahobiylarning o'rtasida ham tushunishda ixtilof chiqqan. O'sha paytning o'zida sahobiylarning hayotlik paytlarining o'zida bu Abu Bakrning fatvosi edi, bu Hazrat Umarning fatvosi edi, bu Hazrat Alini, bu Ibn Abbosning, bu Ibn Umarning fatvolari, bu Ibn Mas'udning fatvolari degan narsalar mashhur bo'lib ketdi. Hozir mazhab deganda oddiy inson 4 ta mazhabni tushunadi. Unaqa emas. Mazhablar juda ko'p bo'lgan. Sahobiylarning zamonidan falonchining mazhabi degan so'z tarqalgan. Eng mashhurlari Ibn Mas'udni, Ibn Abbosni, Ibn Umarni mazhablari tarqalgan. Va ularning shogirdlari. Mana xususan Hanafiy mazhabi ulamolari Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu, Hazrat Alini radhiyallohu anhularni so'zlariga ko'proq markazlashgan, ya'ni. Demak, mana shu holat sodir bo'lgandan keyin o'z-o'zidan keyin tobiinlarning davrida bu yana ham kengaydi. Chunki oyat hadislarni tushunishda ahli ilmlarning soni ko'paygan sari, murojaat qilinishga yaroqli bo'lgan ilmlilarning soni ko'paygan sari, ular endi o'zi tushunganini javob bergan sari mazhablar soni ko'payib borgan. Ko'payib borgandan keyin hamma yurtlarda barcha ulamolar o'zining nazdidagi haqiqatni aytavergan, ixtiloflar chiqavergan. Ba'zi bir nizolar ham chiqqan. Bu nizolar shogirdlar tomonidan bo'lgan. Hozir ham shunaqa-ku, mazhab boshilar o'zlari qanchalik bir-birini qattiq hurmat qiladi. Imom Shofiyni Abu Hanifa rahmatullohi alayhi haqida aytgan gaplari, Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhini Imom Malik haqida, boshqalar haqidagi, o'zini zamondosh ulamolar haqidagi iliq so'zlarini, yaxshi maqtovlarini bilamiz. Lekin ularga ergashganlar ko'r-ko'rona tanqid qiladi nargi tarafni. Mazhab boshlar bir-birini qattiq hurmat qilgan. Xuddi shunga o'xshab u paytlarda ham ergashuvchilar tomonidan ixtiloflar chiqishni boshlagan. Ilm shu darajada kuchli rivojlanib ketdiki, mana mazhablarning aynan 4 ta mazhab yoki 5 ta 6 ta mazhabni qolishiga asosiy sabab ilm shunaqangi darajada rivojlanib ketdiki, o'sha mazhab boshilarini ergashgan orqasidagi shogirdlari haligi ilmni quvvatiga qarab, asosiga qarab, asosini puxtaligi, pishiqligiga qarab, shogirdlar endi kimdadir ko'proq, kimdadir kamroq bo'lib markazlashishni boshladi. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi nazdida Abu Hanifa, Imom Malik, Sufyon Savriy, Sufyon ibn Uyayna va hokazo boshqa katta mazhablar chiqdi. Endi ularning ichidan ham saralanib Abu Hanifa rahmatullohi alayhi mazhablari qoldi, Imom Malikning mazhablari qoldi. Keyingi bosqichlarda Imom Muhammad, Imom Abu Yusuf bo'lsalar, ularning safdoshlari ulardan keyinroq Imom Shofiy va ularning zamonlarida keyin Imom Shofiyning mazhabi, keyinchalik Imom Ahmadning mazhablari Soid deydi, yangi shakllanib orqasidan shogird qoldiradigan mazhabga aylandi. Qolgan mazhablarning shogirdlari himoya qila olmay qoldi. Mazhabini quvvatini, sanadini, asoslarini himoya qilib orqasidan shogird chiqara olmay qoldi. Juda ham kamaygandan kamayib borib 4 ta mazhabni himoya qiladigan shogirdlari
kuchayib kitoblar yozib, bir-biri bilan bahs munozara qilib, bir-biriga javob berib, mana shu 4 ta mazhab go'yoki san'at bilan davom etib, haligi ko'p haligi yuqoridan tushayotgan ko'p suv 4 ta tarnovga to'planib, 4 ta tarnovdan tomdan tushayotgan 4 ta tarnovdagi suvga o'xshab ilojsiz 4 ta mazhabga jamlanib qoldi-da. Bu narsa endi hijriy 400-500 yillarda hal bo'lgan narsa. Demak, bundan 1000 yil, 1100 yillar oldin 4 ta mazhabga bo'linib bo'lgan narsa. O'sha paytda deyarli 4 ta mazhabga markazlashib qoldi. Shundan mazhablar paydo bo'lgan. Shunday. Rahmat ustoz, birato'la 2 savolga ham javob berib o'tdingiz. Nima uchun bugungi kunga kelib o'sha to'rala mazhab qolgan va bularning ichida aynan bizni mintaqalar va musulmonlarning aksariyati Abu Hanifaga ergashadi. Bu savollarga javob oldik. Endi bugungi kunda bizga mazhabga ergashish qanchalik zarur? Masalan, mazhab siz ham namoz o'qishimizni, sunnat, Qur'onga amal qilishimiz mumkin. Lekin jamiyatda shunaqa savollar ko'pki, bugun bizga mazhab kerakmi o'zi? Juda ham to'g'ri savol. Mazhabga ergashish kerak, mazhab 4 ta deramizku. Bu faqat Hanafiylar da'vo qiladi buni deb o'ylaydi. Unaqa emas. Imom Navaviy, mana Imom Shofiylardan eng buyuk mujtahidlaridan, ya'ni Imom Shofiydan keyingi bizdagi xuddiki Imom Muhammad rahimahulloh yoki u kishidan keyin Imom Tahoviylar eng kamida darajasidagi odam. Ya'ni mazhab masalalarini to'la to'kis bayon qilingan va so'zlari e'tirof qilinadigan kishi. Imom Navoiy aytayaptilar: "Law jaza ittiba'u ayyi madhhabin sha'a la afda ila an yaltaqita rukhas al-madhahibi muttabi'an hawahu." Agar xohlagan bir mazhabga ergashish mumkin bo'lsa, insonni bu narsa mazhablardagi ruxsatlarni terib amal qilishiga olib keladi. Bunda u nafs havosiga ergashib qo'yadi. Va yatakhayyara bayna at-tahlil va at-tahrim. Hattoki oxir oqibatda halol bilan haromning o'rtasida tanlash imkoniyati paydo bo'lib qoladi. Shunaqa oddiy emas, ya'ni bu xohlagan mazhabga amal qilish degan nimani aytyapman. Va zalika yuaddi ila inhilal ribqatil taklif. Insonni oxir oqibatda haligi bir marta qilib ko'radi, eti o'ladi, yana shunaqa joy kelganda iloji yo'q zaruratan qiladi, musulmonchilikda boru, dinda boru deydi-da, faqat ruxsatlarni, yengilliklarini terib, oxir oqibatda insonni zimmasidan mukallaflik arqonini yechib qo'yishi mumkin o'zi bilmagan holda. Bi xilafil asri avval, birinchi asrda sahobiylar, tobiinlar asrida bunday emas. Fa innahu lam takunil madahibul wafiyatu bi ahkamil hawadisi muhazzabatan urifat. Chunki birinchi asrlarda sahobiylar, tobiinlarning zamonlarida mazhablar to'la to'kis, barcha ahkomlari tartiblangan holda, ma'lum bo'lgan holda tartiblanmagan. Ya'ni bu bilan nimani ishora qilmoqchilar? Imom Navoiy u paytda bitta savol tushsa, xohlasa Ibn Abbosdan, xohlasa Ibn Umardan so'rashlari mumkin edi. Yoki Abu Hanifa rahmatullohi alayhi hayotlik paytlarida ham bo'lishi mumkin. Hali mazhablar mukammal tarzda shakllanmagan edi. U kishilarning og'zida edi, hali tadvin bo'lmagan, yozuv bo'lmagan. Xohlasa Imom Abu Hanifadan so'rashi, xohlasa Imom Sufyon Savriydan yoki bo'lmasa Ibn Abu Laylodan so'rash mumkin edi. Tobiinlardan, taba tobiinlardan. Unda mumkin edi, chunki insonni u nafsiga ergashayotgani yo'q, haqni qidiryapti. Fa'ala hada yalzamuhu ay yajtahida fi ikhtiyari madhhabin yuqallidu ala ta'yin. Shunday ekan deyaptilar, o'zi kelajakda ergashadigan mazhabni avval boshdan tayin qilib, qaysinga ergashishni tanlab, aniq qilib olish kerak. Ertaga sakrab unda yurmaslik uchun. Bu gapni, ya'ni mazhablarning haqligini, 4 ta mazhabdan bittasiga ergashish kerakligini nafaqat bizni mazhab ulamolari, hamma ulamolar yakdirlik bilan bir barakaga aytishgan. Xo'p, mana yuqorida aytildi, o'sha paytlarda va hozirgi zamon taqqoslaganimizda o'zi Qur'on va sunnatdan hukm olishga kim haqli? Ba'zi odamlar da'vo qiladi: "Va laqad yassarnal Qur'ana liz-zikri fahal min muddakir." Biz Qur'onni oson qilib qo'ydik. Liz-zikr, zikr uchun oson qilib qo'ydik. Ya'ni zikrlarning ichida tushunadigan bir zikr qilib qo'ydikki, buni tushunadigan odam bormi o'zi? Alloh subhanahu va taolo insonlarga tanbih beryapti. Uni tushuninglar, bilinglar.
Demak, Alloh taolo oson qilgan ekan. Oson degani arabchani bilsa bo'ldi yoki o'zbekcha tarjimasi bo'lsa ham ko'rib o'zi amal qilsa bo'lar ekanda deydi. Lekin boshqa bir oyat karimada Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Agar bilmasangiz ahli zikrlardan, ilm ahlidan so'rang deydi. Buning ma'nosi barcha ulamolar nazdida ulamolardan amal qilish uchun yoki e'tiqod qilish uchun biror bir narsani bilmay qolsangiz, topa olmasangiz, ahli ilmdan, o'zini egasidan so'rang degani. Agar so'rashga ehtiyoj bo'lsa, Alloh taolo nega buni buyurardi? Payg'ambar alayhisolatu vassalom zamonlarida o'zlar Hazrat Alini o'tkazib qo'yganlar. Savol so'rashga insonlar kelib so'rashga osonroq bo'lsin deb. Boshqa yurtlarga jo'natganlarda, mabodo bironda bir qaziyaga, muammoga duch kelsang nima qilasan deganlar Muoz ibn Jabalni. Allohning kitobidan javob beraman. Topolmasangchi Rasulullohning sunnatidan topolmasangchi ijtihod qilaman. Ajtahidu bi ra'i va la alu deganlar. Ra'yim bilan ijtihod qilaman, bo'sh kelmayman deganlar. Dinni himoya qilib, unga haq nimani javobni topib berishga o'zim ijtihod qilaman. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytiblar, Qur'onda topolmasangchi, hadisda topolmasangchi, demak yo'q bo'lishi mumkin ekanda. Demak, Qur'ondan, hadisdan to'g'ridan-to'g'ri amal qilish o'zi muhol narsa ekan. Hamma amalni qilish muhol narsa ekan. Alloh subhanahu va taolo aslida Qur'onni insonlarga zikr bo'lsin uchun, Alloh taoloning vahdoniyatiga, tavhidiga chaqiradigan bir oyat qilib, mo'jiza qilib nozil qildi. Vahdoniyatga chaqiradigan eslatma qilib, ibrat qilib, da'vat qilib yubordi. Va buning asnosida shar'iy ahkomlarning asosiylarini buyurib ketdi. Masalan, hattoki namoza qanaqa farz, lekin namozni vaqtlari yo'q, necha rakatligi yo'q. Shu darajada muhim amal bo'lsa ham Alloh subhanahu va taolo bomdod 2 rakat demagan. Qarang. Demak, bu yerdagi asosiy g'oya, asosiy maqsad insonlarni e'tiqodga, Allohning tavhidiga, yagonaligiga, bor va birligiga chaqirish. O'shaning uchun ham juda ko'p joyda asosiy qismi oldingi qavmlarning hikoyalari, Allohning diniga yurmagan, Alloh taologa shirk keltirgan, vahdoniyatini tan olmaganlarning oqibatlari, uni tan olganlarga bergan ne'matlar haqida. Shuni mana Fotiha surasidan boshlanadi bu narsalar. Demak, amal uchun albatta ko'mak kerak. Payg'ambarning ko'magi, payg'ambardan keyin ulamolarning ko'magi. Demak, inson oyat va hadislardan hukm olishi uchun albatta u oyatlarni o'zidan to'g'ri olib bo'lmasligini anglab yetish kerak. Undan olish uchun, undan hukm olish uchun qandaydir unga kelishilgan, o'zaro kelishilgan asos bo'lish kerak. U nima desa, birinchidan arab tili qoidalarini balog'ati, fasohati bilan u yerda umumni ifodalaydigan, xususni ifodalaydigan qaydlar bor. Shunga o'xshagan o'zining qoidalari bor arab tilini. Mana shu narsalarni bilish kerak, bayon usullarini bilish kerak. Keyin u oyat hadislar arabcha bo'lgandan keyin arab tilini bilish kerak. Arab tilida hukm oyatlari qaysiligini bilish kerak. Hadis shariflardan hukm oyatlarning barchasini bilish kerak. Keyin oyat hadislardan ijmo bilan olingan hukmlarni bilish kerakki, ijmoga xilof qilib qo'ymaslik uchun. Kim nechta masalada ijmo qilingan, ular qaysilar? Kim biladi? Oyat o'zbekchasini tarjima qilib yoki ozgina arabchani o'rganib olish bilan uni olishda umuman iloji yo'q. Buning ustida 300 yillab ijtihodlar bo'lgan. Oxiri xulosalarga kelingan. Ijmoiy masalalarning oxirgilarini 500-yildagi ulamolar naql qilgan. Bu masalada ummat ijmo qildi deb. Bitta masalada ijmoga kelguncha o'zi ulamolar demak 300-400 yil mehnat qilgan. Ular endi qanchalik darajada olim bo'lgan? Biz nimani tushunamiz? Demak, ijtihod darajasiga chiqmagan odam Qur'on sunnatdan to'g'ri hukm olishi bu odamning aqliga sig'maydigan darajadagi. Oyat hadisdan biz to'g'ri oladigan narsamiz juda ko'p. U nima? U bizni axloqimizni tuzatadigan, ochiq oydin haromlardan tiyilish, ochiq oydin farzlarga buyruqlarni olamiz. Namoz o'qi deydi, roza tut deydi, o'g'irlik qilma deydi, birovning haqqini yema deydi. Mana shu narsalar to'g'ri olamiz. Endi o'sha birovning haqqini yema dedi. Nima birovning haqqi-yu, nima birovning haqqi emas. Uni tafsiloti keladi. Bizdan o'zi so'raydi-ku odamlar. Mana bu joyda men bunaqa savdo qildim. Falonchining haqqini yeb qo'ymadimmi deb so'rashga majbur bo'ladi. Hamma narsaning tafsiloti bor.
Namoz o'qi deyapti. Qanaqa qilib o'qiyman? Qaysi namozni o'qishim kerak? Qaysinisi farz, qaysinisi vojib, qaysinisi sunnat? Namozning ichida qaysi amallar zarurroq, qaysinisi zarur emas? Mana oyat karimalarda namoz rukunlari 6 ta deymiz. Ular umumiy qilib bayon etib ketilgan. Uni o'qigan odam tushuna olmaydi uni. Demak, oyat hadisdan to'g'ridan to'g'ri olinadigan narsalar umumiy hukmlar, insonning axloqini, insonning e'tiqodini to'g'rilaydigan, ibrat olish kerak bo'lgan, Allohdan qo'rqishga chaqiradigan narsalarni olamiz bu yerdan. Alloh taoloni agar Allohga itoat qilmasa azob yuborish haqidagi oyatlar. Mana shu ibratlarni olamiz yani. Uni hukmlarini esa bizga mujtahidlar bayon qilib beradi. Rahmat domla. Jamiyatda ba'zi toifalar bor, aytadiki, o'sha mazhab kerak emas, biz salaflarga ergashishimiz kerak, salaf solihlarga ergashishimiz kerak degan da'vo bilan chiquvchi toifalar bor. Bu qanchalik to'g'ri? Haqiqatda salaf solihlarga ergashishimiz kerak. U juda ham to'g'ri. Lekin salaf solihlarga ergashish degan nima degani shunda muammo. Biz ham aytamiz, biz salaf solihlarga ergashyapmiz deb aytamiz va buni da'voyimizda isbotlaymiz, aytib beramiz, buni tushuntirib, go'zal so'z bilan uning zimnida g'arazli bir maqsadni yashirish bor bu yerda. Bu bilan mazhablarga ta'na yetkazish bor. Go'yoki biror bir mazhabni ushlagan, Shofiy mazhabini masalan ushlagan inson salaf solihlarga ergashmayapti, u Imom Shofiyga ergashyapti. Shu ta'naga ishora bor, ya'ni ishorasidan shunaqa ma'no maqsad qilinadi. Bu endi botil da'vo, chunki salaf solihlarga ergasha olmaydi. Salaf solihlarni qaysi kitobini o'qidiki, qaysi kitobidan qaysi hukmni oldiki, u salaf solihga ergashyapti. U ham baribir salaf solihga ergashayotgan ham bir kitobni olib, o'sha kitobdan, o'sha salaf solihning so'zi mana shu deb o'qib beryapti-ku bizga. To'g'ri? Qani uni xatti bilan yozilgan salaf solihlarda matnlar, so'zlar qolgan faqat. Rivoyatlar, ularni ham rivoyatlar bilan yetkazib berilgan. Bu bilan aytmoqchi bo'lgan narsasi baribir borib taqaladi. Nima deydi? Biror bir mazhabga ta'na qilish, u mazhab bilan chiqarilgan ijtihodiy masalani sunnatga zid, bu sunnatga ergashmayapti, salaf solihlarga ergashmayapti degan ta'nani qilish. Aslida ijtihodiy masalaga, ijtihodga borib taqaladi. Ijtihodni xato deyishga borib taqaladi. Aslida buni iloji yo'q. Chunki o'sha salaf solihga ergashyapman degan odam bir masalani ko'tarib kelsa, o'sha masalasiga jiddiyroq bir javob berib qo'ysangiz, men buni so'rab kelay deydi. Demak, salaf solihga ergashmayapti. Zamondoshga ergashyapti. O zamondosh men salaf solihga ergashyapman, menga ergashinglar deyapti. Ha, unga ergashish to'g'rimi? Yoki bungami? Uni afzalligi nimada? U ham men salaf solihga ergashaman deb da'vo qilyapti, biz ham aytayapmiz. Qaysinisi isbotliroq, qaysinisi mustahkamroq asosi? Qaysinisini masalan islom tarixida yozilgan kitoblarni, hana umuman fiqh kitoblar, fiqh masalasida yozilgan kitoblarni 1 millionta desak, 400 mingi Hanafiy mazhabida yozilgan bo'ladi. 300 mingi taxminan Shofiy mazhabida yozilgan bo'ladi. Yana bir 200 ming, 250 mingi masalan Molikiylarda yozilgan bo'ladi. Qolganlar Hanbaliy mazhabida yozilgan yoki balki nisbatni xato aytgandirman. Balki unisi ko'proq, bunisi ko'proq. Lekin boshqa kitob yo'q deyarli. U salaflarga ergashaman deganlarning sanadi yo'q. Qaysi kitobga, qaysi sanatga ergashyapti? Bugunga kelib turib o'sha 1 millionta hadis kitoblarning hammasini o'rtaga qo'yib olib, undan bundan olayotgan bo'lsa, u nima asosda olyapti? Nima asosda olyapti? Uni boshqa kitobi yo'q-ku salaflarga ergashaman degan da'vosida. Qani sanadi? Bizga ko'rsatib bersin. Qani o'sha sanad qani? Qaysi ulamolardan davom etib kelyapti? Kitobi qani uni? Bizda bog'lanadigan, ergashadigan asosimiz bor, qo'lga ushlaydigan ashyoviy dalilimiz bor bizda. Millionlab aytayapman-ku, minglab emas, u millionlab kitoblar bor. O'shanaqa ergashadigan asos yo'q. Ular 4 ta mazhab kitobni olib turib, 4tasidan tanlashni salaflarga ergashish deb tushuntiryapti. Bu xatoda. Xo'p, domla mazhab haqida gaplashdik. Mazhablarning paydo bo'lishi, mazhab nima ekanligi haqida bilib oldik. Endi keling, endi mazhabga ergashmaslikni oqibatlari ham bormi? Biror bir mazhabni, Hanafiy mazhabiga ergashmaslikni qanaqa oqibatlari bor?
Hamma yurtlarda o'zini mazhabi, g'olib mazhablar bor. Masalan, biz yurtlarda endi Hanafiy mazhabi, arab yurtlarida ko'proq Shofiy mazhabi, Shimoliy Afrika hududlarida ko'proq Imom Malik mazhablari tarqalgan. Afrika mamlakatlarining qolganlarida ham Hanbali mazhabi juda ham kam. Saudiya hududida yana ba'zi bir arab mamlakatlarining hududlarida tarqalgan. Bular hammasi haq mazhablar. Bunda muammo yo'q. Endi bitta joyda bitta mazhabga ergashmasdan boshqa mazhabni tanlasa, o'ziga muammo kelib chiqadi. Chunki u mazhabni barcha masalalarni, barcha hukmlarni bilmaydi. Undan tashqari harom halol masalalar bor bu yerda. Masalan, bismillohni aytmasdan musulmon so'ygan bo'lsa, u endi halol degandan keyin hamma urfga aylanib ketib qoladi. Masalan, qassobxonalarda musulmon bo'lsa bo'ldi degan shart bo'lgandan keyin bismillohni aytish e'tiborsiz narsaga aylanib qolishi mumkin. Sunnat deydi-da, e'tibor qilmay hamma go'shtlar shunaqa so'yiladi. Endi u yerda bir odam men Hanafiy mazhabiman deb da'vo qilib, Hanafiylarga ergashaman desa, u endi go'sht yemaslik kerak bo'ladi-da. U hammani harom yeyapti deb keyin ta'na qilish kerak bo'ladi. Ta'na qilishga olib keladi. Senlar deydi harom yeyapsan deydi. Chunki harom, najosat bu deydi. U oshxonalarda o'shunaqa ovqatda pishirilgandan keyin oshxonaga kirib ovqat yemaydi. O'z-o'zidan tushunmovchiliklar. Ya'ni bir inson bir narsani qabul qilmagandan keyin uning holati lisonul hol deydi-ku, uni holati qolganlarning aybdorligini ko'rsatadigan bir holat bo'lib qoladi. Yoki aksincha, masalan, Hanafiy mazhabi yana o'sha joyda men Hanafiy mazhabiman desa, ular vitrni 3 rakat o'qiydi, lekin 2ta salom bilan o'qiydi. Ramazonda masalan iqtido qiladigan bo'lsa, muammo kelib chiqadi. 2 rakat o'qigandan keyin salom beradi. U namoz durust bo'ladi, lekin 1 rakat o'qiydi keyin. U 1 rakat bizni Hanafiy mazhabi namoz emas. Demak, unga iqtido qilmasdan hammani oldida jamoat ichida safda o'rtasida o'tirish kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasam uni o'ziga qiyinchilik. Yoki bo'lmasam haliga aytganda jamiyatda odamlarni o'z-o'zidan tushunmovchilikka olib kelgandan keyin undan kimdir so'raydi, nimaga deydi. U o'zini narsasini isbotlashga urinadi. Aslida biz muammoni-chi bitta mazhabga ergashishda ko'rmaymiz. Mayli insof qilib bitta mazhabni olib amal qilsa bosh ustiga. Bu yerda muammo tug'diradigan narsa mazhablardan cho'qib amal qilish. Bu yomon. Bu yomon narsa. Bu umuman shariatga to'g'ri kelmaydigan, shariatda yo'q narsa. Chunki u mazhab asos bilan yozilganda har bir masalaning tagida o'zini usuliy asosi bor. Endi bitta masalada bu mazhabnikini olib ayni shu bobda boshqa mazhabniki oladigan bo'lsa, u o'zi bilmayotgan bo'ladi. Yo bunisida xato qilayotgan bo'ladi, yo bunisida xato qilayotgan bo'ladi. Chunki bu tanoquzda. Uni olsa buni xato deyotgan bo'lish kerak. Buni olsa buni xato deyotgan bo'lish kerak. Chunki ikkita asos bilan chiqqan u. To'g'ri bo'lmaydi. Masalan, oddiy narsani aytaman. Bizning Hanafiy mazhabida oyatmi? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an dedi. Qur'ondan xohlaganingizni o'qing dedi. Demak, Qur'ondan xohlaganini o'qishga Alloh taolo buyuryapti. Xohlagan oyatni o'qisa namoz durust bo'laveradi. Shofiylar aytadiki, Qur'ondan xohlaganingizni o'qing degani bu umumiy oyat, biror bir ohad xabar bilan uni qaydlash mumkin deydi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom la solata liman lam yaqra bi fatihatil kitob deganlar. Kimki Fotihatul kitobni o'qimasa namozda, uni namoz emas deganlar. Demak, haligi oyatni aslida o'sha oyatdan murod demak Fotiha surasi ekan deb tushunadi Shofiylar, sodda qilib aytsak. Biz aytamizki, yo'q, bu oyat bu. Alloh taolo xohlaganingizni o'qing desa-yu, biz bu yerda hadisdagi Fotiha surasini o'qing deganini olsak, bunga zid hukm bergan bo'lamiz. Chunki Alloh taolo xohlaganingni o'qing desa-yu, bir odam xohlaganini o'qisa-yu, bu yerda Fotihani o'qimasa, uni namoz botil bo'ladi desak, oyatga zid hukm qilgan bo'lamiz. Teskari gapirgan bo'lamiz. Demak, o'sha Fotiha surasini o'qimasa namoz durust bo'lmasligi uchun qat'iy dalil kerak, kuchli dalil kerak. Yo oyat bilan sobit bo'lish kerak, yoki mashhur hadis yoki mutawatir hadis bilan sobit bo'lish kerak. Fotihatul kitobni nimada namozda o'qish haqidagi hadis esa ohad xabar. Bitta, ikkita sahobiylardan rivoyat qilingan ohad xabar. Sahihligida shak yo'q. Sahih bo'lgani uchun biz vojibga hukm qilib olamiz uni. Vojib deb aytamiz. Ataylab kimdir Fotiha surasini o'qimay namozda o'qisa gunohkor bo'ladi, lekin namoz durust bo'ladi. Qarang, masala usulga borib taqalyapti-da, usulga.
Hanafiy Abu Hanifa rahmatullohi alayhi u kishining shogirdlari kashf qilgan usulga borib taqalyapti. Imom Shofiy u kishi kashf qilgan aslga borib taqalyapti. Bu yerdagi odam buni Hanafiylar hadisga amal qilmayapti deydi. Amal qilyapmiz-ku, vojib deb aytyapmiz-ku. Nima deyish kerak yana? Mana shu joyda shunday savol tug'iladi. Mazhab Qur'on va sunnatga zidmi? Mazhab degani bu nima deydi? Bu yo bir kitob emas. Mazhab degani bir moddiy ashyo emas yoki bir ko'chadan olib kelingan bir g'oya emaski, uni Qur'on va sunnatga zid yoki zid emasligi haqida savol qo'yilsa. U Qur'on va hadisning tafsiloti-ku, bayoni-ku. U zid bo'lmaydi u. U o'sha Qur'on va hadisning o'zi shu mazhab o'zi. Savolni nimadan kelib chiqib berdim? Ba'zi toifalar bor. Mazhab deysan, mazhab keragi yo'q. Yoki bo'lmasam o'sha Qur'onga yoki hadisga go'yoki ziddi tasavvurlarni paydo qiladigan ixtilofli savollarni, masalalarni jamiyatda tarqatishga harakat qiladi. Shuning uchun buni tinglovchilar uchun yanada tushunarli bo'lish uchun berdim. Demak, mazhab, unga ergashishlik bu hech qachon Qur'onga yoki sunnatga zid bo'lmagan. Siz aytgandek, balkim o'sha shariatni to'g'ri tushunish uchun mo'min musulmonlarga bu yordamchi bir qo'llanmada deb tasavvur qilsak. Masalan, oddiy savolda ro'za paytida og'ziga pasha kirib ketdi. Yutib yubordi. Nima bo'ladi? Nima qilamiz endi? Oyat, hadisga murojaat qilaylik. Oyat, hadisdan olaylik shuni. Iloji yo'q-ku. Bu nozila deydi. O'sha oyat, hadislar bu usulni ifodalab beradi. Alloh subhanahu va taolo bir masala haqida hukm aytdimi? Safarda ro'zangizni ochsangiz zarar yo'q, dedimi? Bo'ldi. Endi safarni nimaligini aniqlashimiz kerak. Ro'zani ochsa yaxshiroqmi, tutsa yaxshiroqmi? Endi bu ham nimalarda ham keladi. O'ziga yarasha o'sha xo'p ruxsat beribdi, o'shani o'rniga nafl tutsa-chi endi. Buni orqasidan o'nlab, yuzlab furuat masalalar kelib chiqadi. Unga kim javob beradi? Yo'q, biz o'sha ro'zani ochsa bo'ladi degan, bo'ldi, boshqa masalani ko'tarmaymiz deb bezrayib o'tiraveramizmi? Insoniyatga ehtiyoj tushadi-ku axir bunga. To'g'rimi? Xo'p, masalan, o'sha paytda masalan safarda bo'pmay ro'za ham tutdi deylik, Ramazon ro'zasini. Tutdi. Lekin u tutmasa ham bo'lardi-yu deb buzdi ro'zani, buzib oldi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom qasddan ro'zani buzib olgan odam kaforatini aytganlar. 60 kun ketma-ket ro'za tutib berish kerak. U safarda buzdi-ku, endi nima qilamiz? Haligi o'zi ro'za tutmasa ham bo'laveradi degan ruxsat unga yengillik beradimi yo'qmi? Bu Ramazon ro'zasini buzdi. O'sha Ramazon kunida buzdi. Nima deymiz? Mazhabga murojaat qilamiz. Qani o'sha oyat, hadisdan hukm oladigan olsin o'zi. Va olganiga bir asos keltirib bersin. Keltirib bera olmaydi-ku. Mazhab qanaqa qilib oyat, hadisga zid bo'lsin? Oyat, hadisda ochiq bayon qilinganlarni hamma mazhab ochiq bayon qiladi va oyat, hadisda kelmagan nozilalar, furuat masalalarni o'sha oyat, hadislarni hukmidan o'rganib, demak Alloh buni hukm qilgan ekan. Biz ham mana shu joyda asl nima ekan deb o'rganib hukm qilamiz. Bizda bitta gap gapiraman men ko'p. Al-mansusatu g'ayru ma'lulatin. Al-mansusatu ma'lulatun. Bu degani barcha sarohatan oyat, hadisda kelgan hukmlar hech qanday illati qidirilmasdan amal qilinadi. Sababi nima uchun buni Alloh taolo farz qilgan ekan deb tagini surishtirib o'tirmasdan amal qilinadi o'ziga. Lekin bir paytning o'zida o'sha masalaga boshqa yangi paydo bo'lgan masalalar qiyos qilinishi uchun Alloh nima sababdan hukm qilgan ekan deb qidirib topiladi. Alloh taoloning hukmini muhokama qilish uchun emas. Allohning hukmini, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarini o'z aqlga to'g'ri kelarmikin deb muhokama qilish uchun emas, balki boshqa masalalarni unga qiyos qilish uchun uni illati, ya'ni bizlar illat deb aytiladi, sababi o'rganiladi. Va o'sha bitta hukm sababini topgandan keyin yuzlab bu yoqdagi masalalar unga qiyos qilinib chiqariladi. Tushunarli domla. Aytingchi, mazhabga ergashish vojibmi? Mazhabga ergashish vojibligi oyat, hadisda sarohatan kelmagan. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun degan aynan bitta mazhabda turib so'ranglar degan emas, ulamolardan so'ranglar degan. O'z voqelikda ham shunaqa bo'ladi. Masalan, O'zbekistonda ulamolardan so'rasa, u Hanafiy mazhabida javob beradi. Lekin yuqorida ham bir aytib o'tganimizdek, agar bir odam mazhabga ergashmayman,
xohlagan masalamda xohlagan mazhabni olaman deydigan bo'lsak, bu borib buni talfiq deydi. Sakrab o'ziga yoqqanini amal qilish. Boshida o'zicha taqvo qilib qiyinrog'ini olishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, lekin borib inson nafsi o'rganadi, yengillarini, osonlarini qidiradigan bo'lib qoladi. Oddiy inson uchun yuqorida Imom Navoiyning so'zlarini ham aytib ketdik. Bir mazhabga ergashish, o'shanga ishonch hosil qilgandan keyin ergashish diyonatan vojib bo'lib qoladi. Ya'ni insonni biror bir narsaga dalilsiz ergashishi, dalilsiz o'zicha amal qilishi umuman joiz emas. Hattoki mazhablarda bo'lsa ham o'zicha tanlab amal qilishga haqqi yo'q. Uni eng kamida Alloh taoloning nazdida u uchun dalil bo'ladigan narsa ichidagi ko'ngil xotirjamligi. Bizda zonni g'olib deb aytamiz. Mana shu to'g'ri bo'lsa kerak degan zonni g'olib bilan ergashish kerak. Bu ergashishlar ko'pincha oddiy insonlardan xato yo'l bilan bo'ladi. U qanday bo'lib desa, o'sha o'zini mazhabini yoki bo'lmasam o'sha mazhabsizlikni yoki bo'lmasam oyat hadisdan to'g'ridan to'g'ri hukm olishga da'vat qilayotgan insonlarga nisbatan muhabbat orqasidan paydo bo'ladi. Asosdan emas, asosga ko'ra emas. O'shanga nisbatan mehr yoki ikkinchi tomondan o'zini atrofidagi ulamolarga nisbatan nafratdan paydo bo'ladi. Haqni qidirishdan emas. Haq bo'laveradi, zolimni qo'lida bo'lsa ham. Haq bo'laveradi, johilni qo'lida bo'lsa ham. Uni haqligini e'tirof etish kerak. Demak, u dalilga emas, ehtirosga ergashayotgan bo'ladi. Kimgadir bo'lgan muhabbati uni o'shaning so'zini olishga olib boryapti. Agar qalbida haqligi haqida qalbida xotirjamlik bo'lsa, mayli, lekin buni albatta tekshirib ko'rish kerak. Surishtirish kerak. Aql taroziga solish kerak. Nimaga bu yoqda 1000 ta odam bir gapni gapiryapti-yu, bu bitta odam boshqa gapni gapiryapti. U taqvoli, yig'lab gapirayotgan bo'lishi mumkin. Qayerdadir oyat hadislarni zikr qilayotgan bo'lishi mumkin. Bu yerda yana o'rin kelganda aytib o'tish kerak. Oyat hadislarni gapirsanglar, u to'g'ri gapirayotgan bo'lmaydi. Oddiy odamga bir gapni gapirib turib, oyatni aytib yorsa, o'shan dalil bo'lyapti deb o'ylaydi-da. Yo'q, to'g'ri gapiryapti. Masalan aytadi. Masjidga kirgandan keyin tahiyatul masjid o'qishni vojib bu. Alloh subhanahu va taolo ubudulloha degan, Allohga ibodat qilinglar degan. Deyapti. To'g'ri, Allohga ibodat qilinglar degani masjidga kirganingda tahiyatul masjid o'qinglar degani emas-ku. Misol. Yoki payg'ambar alayhisolatu vassalom kim masjidga kiradigan bo'lsa, o'tirishdan oldin 2 rakat o'qib olsin dedilar. Tahiyatul masjid haqida gap ketib qolganda eslayapman. Bu vojibga dalolat qiladimi, yo'qmi? Ya'ni bu yerda kirish bilan illatlayaptilar payg'ambar alayhisolatu vassalom. To'g'ri, amr siyg'asi bilan kelyapti. Buyruq siyg'asi ham har doim vojibga dalolat qilavermaydi. Mana buni misoli faida qudiyatis solat fantashiru fil ard degan. Juma namozi o'qib tugatilgandan keyin yer yuzida yoyilib tarqalib ketinglar degan. Eng yorqin misol bo'lgani uchun aytayapman. Demak, ketish vojib emas-ku. Vojib emas-ku. Ya'ni har doim ham vojibga dalolat qila olmaydi bir narsa. Taqiqlar umuman yo'qqa dalolat qilmaydi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom la solata li jaril masjid illa fil masjid degan. Masjidga qo'shni bo'lgan odamni masjiddan boshqa joyda namozi yo'q deganlar. Namoz vaqti o'tib ketgandan keyin peshin namozini uyida o'qisa, namoz o'tmadi deyishimiz kerakmi? Kamolat uchun shart bular. Bunaqa narsalar ko'p. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. O'ziga yaxshi ko'rgan narsani birodariga yaxshi ko'rmak uchun mo'min bo'lmaydi, deyapti. Hammamiz shunaqamiz-ku. Komil mo'min bo'lmaydi degan. Iymoni bor, lekin iymoni eng tugal, eng komillikka yetmabdi degan. Biz kofir demaymiz-ku. Mehmonni hurmat qilgan iymoni yo'q, payg'ambar alayhisolatu vasallam iymon emas degan. Bu iymon emasdan, inkordan murod biz komillikni aytamiz-ku. Kofir bo'lmaydi-ku. Bunaqa narsalar juda ham ko'p. Zohirini aytib yuboradi-da, bu yoqdagi odam, "Voy, Qur'ondan aytayapti, mana hadisdan aytayapti" deydi. Unga dalolat qiladimi, unga aloqasi bormi yo'q? Fattaqulloha deyapti. Allohdan qo'rqinglar deyapti-da, dalil qilyapti. U dalil har doim qo'rqish kerak. Ayni mana shu masalada qo'rqinglar demayapti-ku.
Shuning uchun payg'ambar alayhisolatu vassalomga ergashinglar deyapti deydi, bitta hadisni keltiradi, mansux bo'ladi. Ergashinglar degan mansuxlarga ham ergashinglar degani emas-ku. U dalil bilan ergashinglar degan. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun. O'zingda ilm bo'lmagan narsani orqasidan ergashma degan Alloh subhanahu va taolo. Bilib ergash. Bila olmadingmi? Bilganiga, bilayotganiga shak qilmaydiganing, yaqinan o'sha haqda deb qalbing xotirjam bo'layotganiga ergash degan. Rahmat ustoz. O'ylaymanki, tinglovchilarimiz foydali javoblarni, ilmiy asosli javoblarni oldi. Tinglovchilarga jamiyatimizdagi turli xil toifalardan chiqayotgan fikrlarga aldanib qolmaslik, jamiyatda dinimizni to'g'ri anglab va unga amal qilish uchun qanday nasihat, qanday maslahatlaringizni bergan bo'lar edingiz? Birinchi o'rinda aslida qasdingiz haqni qidirish bo'lsin. Maqsadingiz haqni topish bo'lsin. O'sha kimlargadir ergashayotgan, kimlardir so'zini ma'qullayotganingiz sizni kimgadir bo'lgan nafratingizdan kelib chiqqan intilish bo'lmasin. Haqni qidirish orqasidan yuring. Ikkinchidan, qadim o'tgan ulamolarga, bizni dinimiz saqlanib qolishiga sababchi bo'lgan buyuklarimizga til uzatishdan juda ehtiyot bo'lish kerak. Til uzatishdan juda ehtiyot bo'lish kerak. Ular Alloh taoloning valilari. Qiyomatda Alloh taolo bunday insonlardan intiqom oladi. Ularga nisbatan ta'na qilganlardan. O'zimiz qulog'imizga ham chalinib qoladi, o'ta og'ir gaplarni gapirishadi. O'shaning uchun ham arab tilida so'zni kalom deydi. Kalim degan so'zdan. Bu so'z kesish, jarohatlash degan ma'noni bildiradi. Til jarohatlaydigan narsa bo'ladi. Jarohat beruvchi narsa bo'ladi. Insonni qalbidagi jarohatni keltirib chiqaradi. U tuzalmaydigan, yamalmaydigan jarohatga olib keladi. Endi bu jarohat kimga nisbatan aytilayotganiga bog'liq bo'ladi. Ularni o'zlari o'tib ketgandir, lekin Alloh taolo uni yozib qo'yadi. O'sha ta'nasi haqida qiyomatda o'sha shaxsning oldida javob berish kerak bo'ladi. O'qisin, tarixni o'qisin. O'sha u til uzatayotgan insonlar, buyuklar, ulamolarimiz, daholarimiz haqida o'zini zamondoshlar nima degan ekan? Eng to'g'ri baho bo'ladi bu. Bugungi kundagilar kim? Bugungi kundagilar kim? Ularda oldida. O'sha eng to'g'ri baho bo'ladi. O'shandan ibrat olsin. O'shalar maqtagan bo'lsa, yomon ko'rsa ham indamay qo'yaversin. O'ziga oxiratda jabr qilib nima qiladi? Lekin boshqalarga ta'na qilmasin. Haqqa chaqiryapman degan ehtirosli g'oyalar orqasidan ergashgan bo'ladi. O'sha haqni oldin tekshirib olsin. O'sha chaqirayotgan haqqi kimdan chiqyapti? Qanaqa maqsadlardan chiqyapti, kelib chiqyapti? O'sha narsalarga bir nazar solsin. O'sha kimnidir amalsizligi qaysidir mazhab insonlarini uni o'sha mazhabdan nafratlanishiga olib kelayotgan bo'lsa, marhamat, boshqa mazhabni tanlasin, lekin mazhab boshilariga, ulamolarga ta'na qilmasin. Bu yomon oqibatga olib keladi. Ilmni qayerdan, kimlardan olish kerak? Din haqida kimlarga murojaat qilish kerak? Mazhab, shariat ilmlarini ishonchli manbalarni qayerdan oladi? Kimlarga murojaat qilish kerak? Yoshlarimizga qiladigan nasihatlarimiz o'zini dinini shakllantirishda juda ehtiyot bo'lishlari kerak. Ishonchli manbalardan, ishonchli payg'ambar alayhisolatu vassalom zamonlaridan hozirgacha silsila bilan, san'at bilan uzilmasdan butun insoniyatni tarixida hammani e'tirofi bilan kelayotgan yo'llarga ergashish kerak. Ular 4 mazhab, e'tiqodda esa Imom Ash'ari va Imom Moturidiylarga nisbat beriladigan Ahlus sunna val jamoa e'tiqodi. Mana shuni tanlash kerak. Chunki haliga aytganimizdek, butun insoniyat tarixidagi islom dini deb yozilgan kitoblarning 99.9% o'sha ikkita aqida mazhabi va 4 ta mazhabga tegishli. O'ylamasin, o'zi ergashmoqchi bo'lgan qaysidir nimalarni asoslari bor deb oldin o'rgansin. Internetlarda chiqadigan ma'lumotlar, bu narsalarga ishonch yo'q. Internetda bilasiz, g'oyaviy kurash ketadi. Kimgadir targ'ib qilinayotgan bo'ladi. Nima bir inson butun hayotini internetga ma'lumot kiritish bilan u bekordan bekor o'tiribdimi? Yo'q, undan tirikchilik qilyapti. Tirikchilik qilgandan keyin tabiiyki u nimadir maqsadga xizmat qilayotgan bo'ladi.
ya'ni internetlardagi yoki odamlarni og'zida aylanayotgan gaplarga uchmaslik kerak. Rahmat ustoz, bugungi manfaatli suhbat uchun sizga Muslim.uz jamoasi nomidan, Muslim podkast jamoasi a'zolari nomidan o'zimizni minnatdorchiligimizni, tashakkurimizni izhor etamiz. O'ylaymizki, keyingi suhbatlarda yana bugungi kunning eng muhim mavzulari, dolzarb mavzularni siz bilan yana studiyamizda suhbatlashamiz degan umiddaman. Rahmat ustoz. Hurmatli yurtdoshlar, dinimiz ta'limotida mo'tadillik g'oyasi yotadi va unga ergashish insoniyatni hech qachon zalolatga boshlamaydi. Zero dindagi mo'tadillik e'tiqod, amal, ilm va axloqda Qur'oni Karim, hadis shariflar va ulamolarning so'zlarini mahkam ushlash bilangina yuzaga chiqadi. Biz vasatiya mo'tadillikni yaxshi tushunish uchun g'ulu, ya'ni haddan oshish va kamchilikka yo'l qo'yish masalalarini yaxshi bilib olishimiz kerak. Chunki mo'tadillik mana shu ikki nuqsonli ish o'rtasida bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam albatta bu din osonlikdir. Kim dinda ashaddiylashsa, din uni yengmay qo'ymaydi deganlar. Imom Buxoriy rivoyati. Mazhabga ergashish ayni dinda mo'tadil bo'lishning o'ziga xos yo'lidir. Imom Abu Hanifa, Imom Malik, Imom Shofiy, Imom Ahmad kabi ulug' ulamolar Qur'on va sunnatni chuqur tushunib, mazhab asoslarini tuzishgan. Boshqa hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam men va xulafoi roshidinlarning yo'lini mahkam tutinglar deganlari mazhabsizlikni da'vo qilayotganlarning gaplari puch ekaniga dalil bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz faqat oyatga hamda o'zlarining sunnatlarigagina emas, balki o'zlaridan keyingi mujtahid ulamolarning yo'lini tutishlikka ham ishora qilmoqdalar. Shunday ekan, ixlos bilan amal qiling, lekin doim ilmga suyaning. Mazhablarni inkor etmang, zero ular birlik ramzidir. Ey odamlar, dinda haddan oshishdan ehtiyot bo'linglar, chunki sizdan avvalgilarni dinda haddan oshish halok qilgan. Ibn Moja rivoyati.